Xullas sizlarga bir sho'stirilik qilmoqchi bo'lib yeb qo'ygan hikoyam haqida aytib bermoqchiman. Xullas kecha salondan chiqotdim. Keyin bitta yo'l u tarafida bitta Cobalt'da bola to'xtang dedi, men dedi, gapim bor. U yoq bu yoq qildi, mashinamga o'tirib oldi. Qarshi yoniga kelib oldi-da. Boshida "Men bu atirni oling" dedi. Menda 9 ta bor dedi. Hozir 7 tasini sotdim. Meni biznesim tugadi. Mana bitta atel nimalarim bor, boshqalarim bor, atirlarim bor edi. Hamma original atirlarimni sotib, nimaiki narxga bo'lsa sotib ketyapman. 4 soatdan keyin uchib ketishim dedi menga. Mana endi o'zimcha mana bu atirni xolos originali 5 million shunaqa turadi. Mana o'zimcha shu stirellik qildim-da, shu stirellik qilaman. 1 million bo'pti dedim. Originalmi yo'qmi farqiga bormayman-da. Original deganiga ishondim deyman. Buni ishonsam, keyin oldim deb 1 millionga shu stirellik qilib kelgandan keyin tekshirtirsam ham poddelka ekan. Plus 300-400 millimetr